Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. 20-aprel 2026-yil Andijon viloyati Baliqchi tumanidan video tayyorlayapmiz akalar. Sotiladigan sutdan chiqqan buzoqlarimiz video davomida ko'rsatadigan mollarimiz juda ham ko'p. Hammasini partiya qilib qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan like tugmasini bosib Telegram guruhlariga, chorva ishqibozlariga videolarimizni podelib saqlab qo'yishingizdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlari ekranda bo'ladi. Kimga ma'qul kelsa telefon qilib savdo qilib olaverasizlar. Obuna bo'lmay ko'ryapti turganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Boshida kichkinalardan boshlaymiz. Kattalaridan ham bor. Mana kerak. Eng kichkinasi xunajim. Hozir bularda ikkitasi novvoscha, uchtasi xunajim. Mana shu shvedga simental gibrididan ham bor. Eng kichkinasini 3 oylik desak, kattasi boshqasi 5 oylik. Shu 3 oylik, 5 oylik o'rtasidagi buzoqlar. Xunajin so'raganlar juda ko'p edi. Bir dona shunisi buqa, bunisi buqa. Qolganlari hammasi xunajin. Bemalol kepay silos qilib baxsanglar bo'laveradigan. Yeb ichishi, sog'ligi hamma yo'q joyida. Sutga to'yib o'ta chiroyli bo'lib o'sgan. Mana buzoqni xuddi shunaqasini buqachasini abetda qo'ydim. Bunisi xunajin. Ko'rib turibsizlar? Sigir qilib olgani rosa sutga to'yib o'sgan chiroylisidan bu ham. Xo'p, hammasini ikkita buqa, 3 ta xunajinni bir joyga oladigan odam bo'lsa 26 milliondan narx so'ralyapti. Tanlab olishga ham berilaveradi. Kimgadir bitta ikkita kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Tanlab olishga o'ziga qarab minuslarni kelishib olaverasizlar. Xudo xolasa bir qo'ra qilib olaman deganga ikkala buqadan pul chiqib ketib, uchovini sigir qilib oladigan. Oyoq qo'llari hamma yo'g'i butun. Bexijolat olib boqaman degan odamga tayyor akalar. Aytib o'tganimizdek, eng kichigi shu 3 oylikdan kattasi 5 oylikgacha. Uni eng kichkinasiga sut bersanglar ham bo'laveradi, bermasanglar ham bo'laveradi. Lekin hozir sut ichib turibdi. Bemalol chiqarib yuborsanglar bo'laveradi. O'ta boshqachasi. Xo'p, bulardan kattaroqlardan bor. Bular menga kichkinalik qiladi, kattarog'idan kerak deganlarga kattalarini chiqaramiz. Akalar, xunajinlarni olaman, o'zim sigir qilaman deganlarga katta bo'lib qolganlardan bir 6 oylik atrofida desak bo'laveradi. Endi balki 7 oylikdir. Lekin shu 6-7 oylik. Bittasi qo'qolidan, bittasi ozginadan shoqi bor. Lekin ziyon qilmaydi. Ovorsa ham, olmasa ham bo'laveradi. Tiniqlaridan so'raganlarga ikkovi ham ko'rib turibsizlar. Rangi ro'yi, hamma yo'g'i sort sifati joyida. Bemalol olib, ozgina sabr qilgan odamga ikkovi ham katta sigir bo'lib qoladi. Baribir hali xunajinligidan olib, o'zi yetiltirib, yaxshi buqaga qo'yib sigir qilsa, juda ham chiroyli bo'ladi deb ko'pchilik mana shunaqa xunajinlardan so'rashadi. Bular sutdan chiqib, yem-o'tga o'tib, pashti mol bo'lib qolgan. Buzoq emas. Ikkovi ham xudo xolasa sog'lom, yeb ichishi hamma yo'q joyida. Eng qizig'i, bularni olganimdan keyin bunaqa zo'r buqani qaydan topaman deganlarga buqalar ham bor. Mana taylari mana shu yerdan ko'rinib turibdi. Endi bo'sh yurgan mollar yaqin borib emas, uzoqdan ko'rsatib qo'yapman. Bundan keyin buqalarni chiqaramiz, o'ta zo'rlaridan. Bemalol bularga juplab olib ketsanglar bo'laveradigan. Ikkovi ham sog'lom narsa. Jupiga olaman deganlarga 62 million savdolashiladi. Aytilayotgan narxlar savdo qilish uchun, hali magazin narxi emas. Bemalol kimga ma'qul kelib qolsa, ekranda nomerlariga telefon qilib savdo qilib olaverasizlar. Endi ikkovi jup sotiladi degan joyi yo'q. Unisimi, bunisimi ma'qul keladigan bo'lsa, tanlab olishga ham o'ziga qarab kelishib olaverasizlar. Lekin xudo xolasa bitta odamning moli olib sigir qilib olaman deganga ikkovi ham ma'qul kelaveradi. Ustida ko'rsanglar, telefonda ko'ringandek ancha a'lo holatda. Mana sorti, sifati hamma yo'g'i joyida. Xo'p, buqalarni olib chiqamiz. Buqalardan bor endi. Buqalar yurishini. Sigir bo'lsa ham o'ta chiroyli sigir bo'ladi. Postilarni kelib ko'rib olaverasizlar. Nuqsoni yo'q. Hamma yo'g'i, hamma narsasi joyida. Endi hozir ushlab ko'rsatishning iloji yo'q. Ikki qadar ko'rsatib qo'yapmiz kattani.
Xo'p, endi sementalda ham har xili bor. Manaqa bo'ladiganlaridan chiqsa olib boqaman deganlarga akalar. 5 dona tozasi yuzga yuzi. Rang-ro'ylarini, holatlarini ko'rib turibsizlar. Bir dona gibridi bor. Shu 8, 9, 10 oylik atrofida. Buni gibridi ham lekin haqiqiy tonnalik bo'ladigan buqa. Holatlarini hamma yo'g'ini ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa sog'lom mollar. Bir qo'ra qilib 10 tani o'rniga 6 ta olib tashlayman deganlarga tayyor. Sutga to'yib o'sgan, yeb ichi ham yaxshi yeb ichib turgan mollar. Rang-ro'ylari ham hamma narsasi joyida. 5 ta sementalini 100 ga 100 zotga ishlatsa bo'laveradi. Hammasi to'qol. Zagonga tashlab baxsinglar ham bo'laveradi akalar. Ichidan tanlab olsanglar ham, bir qo'ra qilib olsanglar ham bo'laveradi. Eng kichkinasi ham 1.25 plusda. Kattalari 1.30 dan bemalol kelaveradigan. To'q qizillardan olib boqaman, tonnalik qilib deganlarga ma'qul kelaveradi. Tayyor bir qo'ra. Samarqand, Xorazm qayga bo'lsa ketaveradigan bitta mashinada. Narxi ham baland emas. To'g'risi, mana shu mollarga narxlari bir joyga bo'lsa 39 milliondan narx so'ralyapti. Tanlab olishga o'ziga qarab kelishib olaverasizlar. Bir joyga olaman desanglar, o'zimiz kelishtirib ham berishaveradi. Hammasi boqsa kuniga o'zgaradigan, kuniga o'sib bes qo'shadigan joyga kelib qolgan. Endi mabodoga, misol menga 5 oydan keyin zotga qo'shishim kerak. Hozirga buqam bor. Yurib katta bo'lib qoladi. Arzonroq tushib qoladi o'zimga deganlarga ham akalar ichidan tanlab olsanglar bo'laveradigan. Bir dona mana shu gibridrog'i bor xolos. Mollarni o'zinglar ko'rib turibsizlar. Har kuni hamma joydan ham chiqib turgan, hamma joydan uchraydiganlardan emas. Haqiqiy 100 terilgan buzoqlar. Buqa so'raganlar juda ko'p edi. Hammasi tekan tuyoqda, tuyoqlarni ko'rib turibsizlar. Kelib bemalol ustida ko'rib savdo qilib olaverasizlar. Xudo xolasa optim olgan odamga kelishtirib berishadi. Dastlabkilarini endi murosa qilib olaverasizlar. Endi buqalar emas, menga bo'g'oz xunajillardan kerak deganlarga video davomida bo'g'oz xunajillarimiz kamiga yangi tuqqan sigir ham bor. Ularni ham tashqariga olib chiqib ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, endi menga aniq tekshirilgan bo'g'ozlardan kerak deganlarga kelib, bir donasi gibrid, 2 dona semental. Hammasi tekshirilgan. Mana shu gibridni 7,5 oylikda. Uchovi ham xunajin, birinchi qoringa, birinchi tug'ishga kelar. Ozgina kutib sigir qilib olaman deganlarga. Bunisi 2 oylik, kecha tekshirilgan. Bunisi 7,5 oylik. Bunisi 3 oylik. Nargisi 3 oylik. Bunisi уже mana taylarni ko'rib turibsizlar. Xo'p, gibrid ham sementaldan qochgan. Buqa semental buqa qo'shilgan. Mana mol ham lekin o'ta chiroyli mollar. Uchalasini olib, oyoq qo'llari hamma yo'g'i bus-butun. Uchovini ham bitta olib sigir qilib olaman deganlarga, xudo xolasa ma'qul kelaveradigan. Yosh mollar, qaysi mahsulotga kelyapti turgan narsalar. Eti ham baland, yaxshi boqilgan xunajillar. Bo'y basti, vesi hamma yo'g'i yetib qo'yilgan, anaqa erta qo'yib qo'yilmagan. Sigir bo'lsa ham, sutni ham, bolani ham yaxshi beradigan bo'ladi. Holatlarini ko'rib turibsizlar kerak. Tanlab olishga ham berilaveradi, bir joyga ham sotilaveradi. Xudo xolasa bitta odam indamay oladigan mollar. Xo'p, uchovini bir joyga qo'yib suyib qolaman deganlarga yengil 45 milliondan bir joyga olaman deganga. Mana shu yetugi ham ichida ketadi. Mana ular ham naq bo'g'oz, naqa gumon emas, tekshirilgan. Bir joyga bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib berilaveradi akalar. Shunday ko'rib, mollar ma'qul kelsa, telefon qilib pullarni tushirib bersalaringiz, shuni mashina topib yuklab chiqarishib yuboraveradi. Oyoq qo'li hamma yo'g'i bus-butun, behijolat narsalar. Bu xolos aloqaga chiqaverasizlar. Endi menga suti aniq, yonida bolasi aniqdan kerak deganlarga yangi tuqqanlari ham bor. Uni ham tashqariga olib chiqib ko'rsatib qo'yamiz. Kichkina mollar emas, bo'ylari 1.40 dan kelaveradi. 1.40 atrofida bemalol kelaveradi. Hali ishlab charchagan mollar emas, puli ham baland emas, ko'rib turibsizlar. Naq bo'g'oz narsalarga arzonlar. Olib fermaga tashlab qo'yaman, yo'q xo'jalikda boqaman deganlar aloqaga chiqaverasizlar. Sigirimiz bor, sigirni olib chiqamiz. Xo'p, endi yangi tuqqani
yonida o'zini haqiqiy bolasidan sutni beradigan mol so'raganlarga kela 8 kurayda. Bolasi buqacha. Bundan oldingi sog'imida 40 ta sut bergan ekan, agar yolg'on olmasa, bu safariga sizlar 30 taga olaverasizlar. Oshig'i ham sizlarniki. Xudo xolasa kecha tuqqan. Bolasi endi bolasi endi bir kunlik bo'lyapti. Yeb ichishi, sog'lik hamma yo'g'i joyida. Behijolat kelib ko'rib olaverasizlar. Endi tashqariga olib chiqmadik. Yangi tuqqan mol, bolasi ham endi turib yuryapti akalar. Bo'ladigan narxi 66 millionga ozgina o'tib beriladi. Xudo xolasa sutga ishlaydiganlar biladi. Men bilyar sigirdan sutga ishlaydiganlar biladi akalar. To'ralar yelillari bus-butun. Idish solishni ham yo'rvorgan mana bu. Prosta pardoz yo'q, endi yangi tuqqan mol holatda ko'rsatib qo'yapmiz. Mana so'zkalar akalar. To'ralasi yirik. Haqiqiy sutni beradigan mol. Telefon qilib yo'ldoshlari hammasi o'zi tushgan. Xudo xolasa sog'lom, olib faqat sutidan bolasidan foydalanadigan tayyor akalar. Kelib bemalol olib ketaverasizlar. 66 millionga oz-moz o'tib ham berishadi. 3 oylik qilib sutga to'ydirib bolasini sotaversa ham to'g'risiga pulini yarmi chiqib ketadigan. Xudo xolasa ungacha o'zi ham qochib qoladi yana. Mol qilaman degan odamga arzon. To'g'risi bo'g'ozni narxida tayyor bolali sigir. Bu ham bolasi ham buqacha. Bolasi mental ko'rib turibsizlar. Xo'p, videoga chiqarmagan mollarimiz ham bor. Manzillar doimgidek Andijon viloyati Baliqchi tumanida juda ko'pchilik kelib mol olib ketgan. Xudo xolasa olganlar baraka topib, rahmat aytib boqishyapti akalar. Borib ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, mol kerak bo'lsa kelaverasizlar. Ko'rsatilmagan buzoqlar, ko'rsatilmagan sigir xunajin bo'g'ozlar hammasidan har xillaridan bor. Mana bunaqa egizakchi bo'g'ozlardan bu mol sotilgan. Mana bunaqa bo'g'ozlaridan narigi tomonlarda ham akalar juda serob. Xudo xolasa kelgan odamni ishi bitadi. Hammasi ishonchli, sinovdan o'tgan sog'lom mollar. Ekranda nomerlarga telefon qilaverasizlar. Bir marta ko'tarmasa 10 marta telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa niyat qilib mana firmadan mol olaman deganlar kesanglar ishlaring bitaveradi. Bitmay qolsa menga telefon qilaverasizlar.